Agar shu shirinlikni gapga tayyorlab olib bormaganimda, gapimiz aniq yaxshi o'tmagan bo'lardi. Qizlar shunaqa xursand bo'lishdi. Xullas, bu safar meni gapim edi. Biz borayotgan joyda shirinlik yo'qligi uchun ertalab vaqtli 9 da turib, idishga 4 ta tuxum bilan shakar solib, yaxshilab aralashtirib, ketidan sut, yog', kakao, razrixlitel va oliy navli to'g'ronlarni qo'shib, yana vinchikda yaxshilab aralashtirib, shunaqa suyuqqina xamir qorib oldim. Xamirni pergament solingan listga quyib, 180 gradusga 20 daqiqaga duxovkaga tiqib yubordim. Kremi uchun pirmilkini shunaqa 45% qaymog'iga men varyoniy moloko soldim. Oq moloko solsanglar ham bo'ladi. Chunki menda oq moloko yo'q ekan, borimni soldim. Endi pishgan ko'rjani olib, ozgina sovutib, qo'lim bilan shunaqa mayda-mayda urib olib oldim. Teraflyuning o'zini maxsus idishlari ham bor, lekin bizning magazinimizda shunaqa одноразовый idish bor ekan, men shundan foydalandim. Bu o'zimizga-ku sotishga emas, o'tib. Idishga uvoq, orasiga malina, ustidan morojniy krem qilib, bitta shokolad oqizdim. Qizlar shunaqa chotki desert bo'ldi. Bitta gap aytaymi qizlar, shu shirinlikni tayyorlash uchun hech qanaqa kurslarda o'qish shart emas. Mana tayyor retsept sizlarga. O'rganib olib, tayyorlab sotsanglar, soqqan